Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, Ferma Uz obunachilari. Akalar, ukalar, mana xudo xolasa bugun 16-aprel haftaning payshanba kuni Farg'ona viloyati Quva tumani Quvana Anor sovxozida o'zimizning fermamizdan xudo xolasa mollarni haqiqiy nomer 1larini ko'rsatib boramiz. Qonlariga, tuyoqlariga xudo xolasa muammosi yo'q. Javob beriladi. Chetda kelib ko'ra olsalaring, muammosi yo'q uni. Dastavkalarimiz 12 ta viloyatga bor. Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab ham bor. 2 ta mol olganga O'zbekiston bo'ylab bepul. Bitta olganga Vodiy bo'ylab bepul. Ukalar xudo xolasa mollar yoqib qolsa, screenshot qilib tashaverasizlar, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Aytilayotgan narxlar ichida kami bor. Screenshot qilib tashlasalaring, narxlarni ko'rsatib yoritib beramiz. Mana akalar, ukalar, ko'ringlar. Rossiyskiy molimiz. Rossiyskiy. Birinchi qoringa yetuk variantdan so'ragan akalarimizga mana baklari ham jonivor, yetuk tug'aman deb turibdi. Vallahi haqiqiy original. Birinchi qoringa toza rossiyskiy so'ragan akalarimiz bo'lsa mana ishqibozlar aloqa chiqarsin. Mollar soni cheklanmagan miqdorda. Ukrainka olaman deganga ukrainkalar bor birinchi qoringa. Shves olaman deganga shves, sementalni haqiqiy nomer 1dan bo'lsin, udaridan bo'lsin deganlar mana jonivor. Orqalaridan ham ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa hozir o'tlarni yeyapti. Kech payki o'tlarni yeyishni boshladi shu. Mana. Ishqiboz aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa. Mashalloh, mana jonivorlar. Haqiqiy mollarni udarlaridan. Nima deyapti? Yo'qsa ekran ustiga bunaqani bitta like bosib, kommentariya o'z fikrini yozalaring bo'lsa qoldirib olinglar, jonivorlar. Ha, jonivor. Nima deyapti obunachilar bular? Mashalloh deb o'ylagan kommentariya. Mana. 3-qoringa haqiqiy mol udaridan. Molni bo'yi 150 tepasida. 150 tepasida 3-qoringa. Mana 1 tepasida yetuk variantida ikkalasi ham. 1 tepasida toza semental 3-qoringa bunisi ham. Sana bakingdan degan joyga. Mana. 1-qoringa shves yurozg'or bor mollardan bor bizda ham mana. 1-qoringa yetuk bo'g'oz. 1-qoringa tug'adi xudo xolasa. Olaman deganlar aloqa chiqarsin. Buni bo'yi ham xudo xolasa 1.5 tepasida bo'lsa kerak. 1.5 tepasiga olaverasizlar buni. 1-qoringa tishlari ham 2 kura mana. Yo 2 kura yo 4 kura. 1-qoringa yetuk bo'g'oz. Obunachilar mana xudo xolasa mol udaridan bor. Bu 1.40 tepasida, 45 tepasida degan. Mol yirik mol. Aniq 1.45 tepasida chiqaradi. Bu ham yetuk bo'g'oz 1-qoringa. Yotganiga haplanib, hozir turdi mol. Bir tarafga o'tib qoldi. Xonajinda o'zlaring bilasizlar. Jonivorni qarang. Mana o'zimizni o'zbek shetda tug'ilgan. Issiq sovuqqa chidamli zo'r mollardan. Yo'qsa aloqangiz chiqarasiz, screenshot qilib. Mana jonivor yemlar ham berilyapti hozir. Mana obunachi semental, haqiqiy semental gigantidan. Gigantidan so'ragan akalarimizga mana mo. Ishqiboz aloqaga chiqarsin. Tojikiston, Qirg'izistonlik akalarimiz ham aloqaga chiqarsin. Yetkazib beriladi, muammosi yo'q. Dastavkasi bor, kelishilgan holatda, a'laga ham. Vodiy bo'ylab bo'lsa bepul. 2 ta mol olganga O'zbekiston bo'ylab bepul dastavkalar. Aytilayotgan narxlar ichida. Mana jonivor. Videodan uzoqlashmaysizlar. Nari tarafdan mollarimizni ko'rsatib beramiz. Mana bu narsa. Yem yeyotgan joyida. Sizlar uchun. Jonivorlar. Mashalloh. 1-qoringa. Bunisi ham 1-qoringa. Mol qarang. Mana so'zkalarga ham rahmat beramiz. Molni bo'yi 1.40 tepasida. Xonajin ja bo'lsa 2 kura. Xonajin hali tug'magan. 1-qoringa. Bunisi ham 1-qoringa yo 2 kura yo 4 kura. Xudo xolasa bir oyda tug'adi xudo xolasa. 1-qoringa. Bu ham. O, narigi molda. O'ni molda sheriga. Ko'rib qo'yaverasizlar. Ha, jonivorlar. Yo'qsa aloqaga chiqarasizlar. Mashlar toza tushdi. Akalamizga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Shular sabab mollarimiz ham xudo xolasa toza turibdi mana. Obunachilar mana. Toza rossiyskiy so'ragan akalarimizga, toza. Rossiya davlatidan keltirilgan
Xudo xolasa 3-qoringa bo'g'oz. Bir oydan, xudo xolasa 1 oyda tug'adi. 1 oyda tug'adi. Mana yemishlarini ko'ryapsiz. Jonivor. Ekran ustiga mana shunaqa bitta like bosib qo'yinglar obunachilar. Bunisi ham 1-qoringa. Savay shvedlardan. Savay. Yo 4 oylik yo 3,5 oylik bo'g'oz. Lekin ana bo'g'oz. Molni bo'ylari ikkalasini ham 1.42, 1.43 tepasida. 1.40 tepasida olaverasizlar. Xudo xolasa plusi bor, minusi yo'q. Obunachilar mana. Yetuv bo'g'oz. 1 oyda xudo xolasa 1 oy atrofida tug'adi. Molni bo'yi 1.40 tepasida. Narx kelishiladi. Yetuk bo'g'oz. Aloqa hech ko'rasizlar. Mollar to'g'ri emchalari ham ishlaydi, xudo xolasa. Qonlarni ham tekshirib olishlari mumkin. Jonivorlar. Mana, obunachilar. Jonivor. Mana, molni. Udar arkaga. Sutga ishlayman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqa hech ko'rsin. Srochniy. Bu ham Ukrainkamizdan 1-qoringa yetuk bo'g'oz. Ukrainkamizdan. Yetuk bo'g'oz. Mana. Tay solishni boshladi, xudo xolasa. Tay solishni boshladi. Toza Ukrainka so'ragan akalarimiz bormi mana? Toza Ukrainka. Haqiqiy. Sut sog'aman. Mol sut ko'p bo'lsin deganlarga mana. Xudo xolasa sut yorpaya 1-qoringa yetuk bo'g'oz. So'ragan akalarimiz bo'lsa. Ha jonivorlar. Kommentariya fikrlaring bo'lsa, fikrlaringni qoldirib yuborasizlar obunachilar. Mana. Videoni uzmagan holatda. Bir ham ko'rsatib beramiz. Ha jonivorlar. Yolishdingmi qaranglar. Mana. Mashalloh deb qo'yinglar. Bo'g'oz. Jonivor. Bo'g'oz. Mana obunachilar maqda Novos ishqozga semental buqa ishqozlariga 5 bosh buqamiz ham bor. 5 bosh buqa. Toza original semental buqalar. Mana yem o'ti ishlar. Maboda Tarozga olaman deganga Tarozga ham sotilaveradi, Trivesni olaman degan Trivesni ham olinaveradi. Sotilaveradi. Muammosi yo'q. Tarozga ham qo'yib berilaveradi, turishi ham narxga sotilaveradi. Ha jonivor. Turishi nima deyapti uni obunachilar? Turishiga bir baho berib qo'yinglar jonivorlar. Hammasi xudo xolasa ja bo'lsa 2 kurakdan buqalar. Qariya buqalar emas. Yosh. Urug'ga so'ragan akalarimiz bo'lsa aloqa hech qo'yinglar. Toza sementallar mana. Jonivorni qarang. Videolarimiz yoqaysa, ekran ustiga shunaqa bitta bosib qo'yinglar obunachilar. Havas qilgan insonlar bo'lsa. Mana novoslar. Mashalloh, mashalloh. Mana. Toza semental buqalar. Ko'rib bahoni o'zlaring beraverasizlar. Kommentariyaga keyin fikrlaringni qoldirib qo'yinglar. Kimga qanaqa mollar kerak bo'lsa, hammasidan bor. Yetkazib beriladi. Vodiy bo'ylab bo'lsa, vodiy bo'ylab, 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatga. Samarqand, Qashqadaryo hamma yoqda dastlabkamiz bor. Muammo qilmaysizlar mana. Toza semental buqalar, originallaridan. Haqiqiy originallaridan. Jonivorlar, nima deyapti bular obunachilar? Havas qilgan insonlar bormi? Mana baqbaqalarni qaranglar. Bu baqbaqalarning narsasi. Qariya buqalar bas. Toza original buqalar. Baholasa, narxlari ham yo'lida bo'ladi. Mana, gibrid haqiqiy. 500 dan olaman deganlar bormi? 500. Jonivor. Tozaligiga ham bir baho beringlar molni. Bu mol xudo xolasa o'zini o'zi ham oram qilmaydi. Har doim toza joyda yotadi. Molni o'zi ham toza turadi. Molni giganti. Turishi nima deyapti buni? Hey! Jonivor. Ba'da xunajinlardan ham bor. Bo'g'on. Ko'rsatib ketaveramiz. Yo'qsa aloqa hech ko'rasizlar bularga. Sifatlar nima deyapti? Sifatlar. Korpuslariga bir ahamiyat berib qo'ydi. Qani xun molni o'zi yo'q. Qani xun molni. Mana shu molimiz ham xudo xolasa 1 oy 1,5 oyda tug'adi. Lekin hali sutdan chiqqan yo'q. Mana sementallar bor. Mana gibrid gigantidan bor. 155, 160lik gigantlardan. Yo'qsa aloqa hech ko'rasizlar. Xudo xolasa videomizning ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismi ham bor videomiz. Yo'qsa srochniy aloqaga chiqib kelaveradi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Quvona Anvar sovxozida. Joninglar sog' bo'lsin.